Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oluvchilar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni sodda va aniq qilib tushuntirib beraman. Gap yangi cheklovlar, tekshiruvlar va ayrim tartiblarning kuchayishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, vasiylari va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta kechikkan ariza yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan xabar pensiya to'lovining vaqtincha to'xtashi, qayta hisob-kitob qilinishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar uchun esa hech qanday muammo yo'qligi, qaysi holatlarda pensiya to'xtatilishi yoki tekshiruvga tushishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha yugurdan, asabiylashishdan va moliyaviy yo'qotishdan saqlanadi. Avval tartib qanday edi? Ko'p yillar davomida pensioner pensiya tayinlangandan keyin odatda har oy belgilangan sanada pulni olib kelardi yoki plastik kartasiga tushishini kutardi. Ayrim holatlarda hujjatlar bir marta tekshirilgan. Keyin uzoq vaqt davomida alohida nazorat bo'lmagan. Masalan, odam doimiy yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa ham, chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa ham, bank kartasidan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa ham. Ba'zan bu ma'lumotlar kech aniqlangan. Natijada ayrim pensiyalar noto'g'ri davom etgan. Ayrim to'lovlar egasi tirik yoki hududda yashayotgani tasdiqlamasdan amalga oshirilgan. Ayrim qo'shimcha to'lovlar esa allaqachon shartlar o'zgargan bo'lsa ham berilgan. Endi esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar ko'proq tizimlar orqali solishtirilmoqda. Men buni oddiy tilda aytaman. Davlat organlari, banklar, fuqarolik holati ma'lumotlari, yashash manzili, ishga joylashish holati, nogironlik ma'lumotlari, vasiylik va boshqa bazalardagi axborotlar bir-biriga taqqoslanishi mumkin. Maqsad pensionerni qiynash emas. Maqsad pulni haqiqiy egasiga to'g'ri miqdorda va qonuniy asosda yetkazish. Lekin mana shu jarayonda hujjati eski bo'lgan, manzili yangilanmagan kartasini qarindoshiga berib qo'ygan. O'zgarishni vaqtida bildirmagan insonlar muammoga duch kelishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, ko'pchilik pensiya tayinlangan bo'lsa, endi umrbod hech kim hech narsa so'ramaydi deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya huquqi doimiy bo'lishi mumkin. Lekin pensiya miqdori, qo'shimcha ustamalar, to'lov shakli va olish tartibi ayrim holatlarda qayta tekshiriladi. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, qo'shimcha kompensatsiyalar, yolg'iz pensionerlar uchun beriladigan yordamlar va chet elga ketish bilan bog'liq holatlarda ehtiyotkorlik kerak. Birinchi muhim cheklov, pensiya oluvchi shaxs haqiqiy holatini tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Bu har oy borib navbatda turasiz degani emas. Lekin agar tizimda shubhali holat paydo bo'lsa, masalan, pensiya uzoq vaqt davomida bankomatdan bir xil odam tomonidan yechilayotgani, pensionerning o'zi esa boshqa hududda yoki chet elda ekani haqida ma'lumot chiqsa, to'lov vaqtincha tekshiruvga olinishi mumkin. Bu holatda odatda pensionerdan shaxsni tasdiqlash, yashash manzilini aniqlashtirish yoki bank hisobvarag'i bo'yicha ma'lumotlarni yangilash so'raladi. Masalan, 72 yoshli otaxon Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi. Lekin oxirgi 2 yildan beri Samarqanddagi qizi bilan yashaydi. Pensiya kartasi esa Toshkentda qolgan o'g'lida. Har oy o'g'li kartadan pul yechib otaga yuboradi. Oilada yomon niyat yo'q. Lekin rasmiy tizim nuqtai nazaridan savol tug'iladi. Pensioner qayerda yashayapti? Pulni kim olyapti? Pensionerning roziligi bormi? Agar tekshiruv bo'lsa, otaxon oddiygina hujjat bilan holatni tushuntirishi, manzilni yangilashi yoki bankda ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Aks holda to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi cheklov, bank kartasi va pensiya pulidan foydalanish tartibi kuchayadi. Pensiya kartasini butunlay boshqa odamga berib qo'yish xavfli odat. Albatta, ko'p oilalarda farzandlar ota-onasiga yordam beradi. Buning yomon joyi yo'q, lekin hammasi qonuniy va shaffof bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi yurishga qiynalsa, bankka bora olmasa, unda yaqin qarindoshiga ishonchnoma berish, bankning rasmiy xizmatlaridan foydalanish yoki ijtimoiy xodim orqali tartibni aniqlash maqsadga muvofiq. Kartani o'g'limga berdim, PIN kodini ham aytdim degan usul
bugungi nazorat sharoitida katta muammo tug'dirishi mumkin. Uchinchi cheklov pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirib bo'lmaydi. Masalan, ayrim qo'shimcha to'lovlar pensionerning ishlamasligi, yolg'iz yashashi, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar borligi yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'ladi. Agar bu shart o'zgarsa, albatta bildirish kerak. Misol uchun, pensioner yolg'iz yashovchi sifatida qo'shimcha yordam olayotgan bo'lsa, keyin farzandi kelib birga yashay boshlasa, bu holat ayrim yordam turlariga ta'sir qilishi mumkin. Yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tashlab ishga kirsa, bu ma'lumot yashirilsa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqadi. 4-cheklov. Chet elga uzoq muddatga chiqib ketish holati alohida tekshiriladi. Men bu yerda aniq tushuntiraman. Chet elga chiqishning o'zi pensiyadan mahrum qiladi degan gapni umumiy qo'yda sifatida aytish noto'g'ri. Lekin chet elda doimiy yashash, boshqa davlatdan pensiya olish, O'zbekistondagi yashash manzili bekor bo'lishi yoki to'lovni olish vakolati noto'g'ri rasmiylashtirilishi muammo keltirishi mumkin. Masalan, pensioner Rossiyaga yoki Qozog'istonga 6 oyga farzandining oldiga ketdi. Pensiya kartasi uyda qoldi. Qarindoshi har oy pulni yechyapti. Agar pensioner bilan aloqa tasdiqlanmasa, ishonchnoma bo'lmasa, tizimda shubha paydo bo'lishi tabiiy. 5-cheklov. Nogironlik pensiyasi va nafaqalari bo'yicha muddatlar juda muhim. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi. Ayrimlari esa qayta tibbiy ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar fuqaro belgilangan muddatda tibbiy ko'rikdan o'tmasa, hujjat yangilanmasa, nafaqa yoki pensiya to'xtatilishi mumkin. Bu davlat bermay qo'ydi degani emas, balki asoslovchi hujjat muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun nogironligi bor pensionerlar yoki ularning yaqinlari tibbiy xulosa sanasini albatta tekshirib qo'yishi kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiya kartasidan o'zi foydalanmayotganlar. Ikkinchidan, yashash manzilini o'zgartirgan, lekin rasmiy bazalarda yangilamaganlar. Uchinchidan, chet elga uzoq muddatga ketganlar yoki ketishni rejalashtirayotganlar. To'rtinchidan, qo'shimcha yordam olayotgan, lekin oilaviy yoki ijtimoiy holati o'zgarganlar. Beshinchidan, nogironlik hujjatlari muddati yaqinlashganlar. Oltinchidan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan o'quvchilar, talabalar yoki ularning vasiylari. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani o'z nomingizdagi karta yoki naqd shaklda qonuniy olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, hujjatlaringiz amal qilayotgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov olish shartlari o'zgarmagan bo'lsa, hech kim sizdan asossiz ravishda pensiyani olib qo'ymaydi. Muhimi, sizdan biror ma'lumot so'ralsa e'tiborsiz qoldirmang. Xat, SMS, mahalla yoki pensiya bo'limidan kelgan chaqiruvga beparvo bo'lish eng ko'p uchraydigan xatolardan biridir. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 68 yoshli ayol pensiyasiga qo'shimcha ravishda yolg'iz pensioner sifatida yordam oladi. Keyin nevarasi uning uyiga ro'yxatga qo'yiladi va birga yashay boshlaydi. Ayol bu mening nevaram, menga yordam beradi. Buning pensiyaga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim yordam turlarida uy xo'jaligi tarkibi muhim bo'lishi mumkin. Agar bu holat keyin aniqlansa, bir necha oy yoki bir yil davomida ortiqcha to'langan summa hisoblab chiqilishi ehtimoli bor. Masalan, oyiga 1 so'mdan 2 oy davomida noto'g'ri to'langan bo'lsa, 20.800 so'm qaytarish masalasi tug'ilishi mumkin. Ikkinchi misol, 75 yoshli ota kasal, bankka bora olmaydi. O'g'li kartadan pul olib dori-darmon sotib beradi. Bu juda ko'p uchraydi. Lekin agar aka-ukalar orasida nizo chiqsa, otamning pulini noto'g'ri ishlatyapti degan shikoyat bo'lsa, bank operatsiyalari tekshiriladi. Shunda eng katta himoya rasmiy ishonchnoma va xarajatlarning aniq bo'lishidir. Agar otaning roziligi yozma tartibda bo'lsa, o'g'il ham, ota ham ortiqcha savollardan saqlanadi. Uchinchi misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 20 yoshli talaba kunduzgi o'qishda edi. Keyin o'qishdan akademik ta'til oldi yoki sirtqi ta'limga o'tdi. Bu holat pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar u buni bildirmasa, pensiya davom etaveradi. Lekin keyin o'quv muassasasi ma'lumotlari solishtirilganda masala chiqadi. Natijada to'lov to'xtaydi va oldingi oylar qayta hisoblanadi. 4-misol, pensioner boshqa davlatga ko'chib ketgan, lekin O'zbekistondagi kartasiga pensiya tushishda davom etmoqda. Qarindosh pulni yechmoqda. Bu juda xavfli holat, chunki doimiy yashash, fuqarolik
ikki davlat pensiya tizimi, bank vakolati kabi masalalar bir-biriga bog'lanadi. Bunday vaziyatda hamma shunday qiladi degan gap himoya bo'la olmaydi. Eng to'g'ri yo'l pensiya organiga oldindan murojaat qilib, o'z holatiga mos tartibni yozma ravishda aniqlashtirishdir. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilishi har doim ham pensiyadan mahrum bo'lish degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Chunki hujjat yetishmaydi yoki ma'lumot tasdiqlanishi kerak. Masalan, shaxsni aniqlash, yashash manzilini yangilash, nogironlik xulosasini uzaytirish yoki bank hisobini tasdiqlash talab qilinadi. Hujjatlar to'g'rilangandan keyin qonuniy asos bo'lsa, to'lov qayta tiklanadi. Shuning uchun vahima qilish emas, tez harakat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Har bir pensionerning holati bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va qo'shimcha yordamlar turli qoidalarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa ham pensiya olishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar ishga joylashish yoki daromad o'zgarishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining holatini o'zingizga solishtirib xulosa qilmang. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil va amalda yashayotgan manzil farqi. Ko'p pensionerlar farzandlarinikida yashaydi, lekin ro'yxati eski uyda qoladi. Bu oddiy hayotiy holat, lekin davlat xizmatlarida muhim ma'lumot. Agar sizga xat eski manzilga borsa, siz uni olmasangiz, keyin men bilmadim deyish qiyin bo'ladi. Shuning uchun hech bo'lmaganda mahalla, pensiya bo'limi yoki tegishli idoralarda aloqa raqamingiz va amaldagi manzilingiz to'g'ri bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, telefon raqami. Juda ko'p muammo oddiy telefon raqami eskirgani uchun paydo bo'ladi. SMS boshqa odamga boradi. Chaqiruv yetib bormaydi. Bank xabarnomasi ko'rinmaydi. Pensiya oluvchi o'z nomidagi telefon raqamini ishlatmasa ham yaqin qarindoshning ishonchli raqamini aloqa uchun ko'rsatishi kerak. Muhimi, bu raqam doim ishlashi va xabarlar o'qib borilishi lozim. 5-nozik jihat, ishonchnoma muddati. Pensioner boshqa odam orqali pul olmoqchi bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Lekin ishonchnomaning muddati bor. Muddat tugasa, vakilning huquqi ham tugaydi. Ba'zi odamlar 3 yil oldingi hujjatni ko'tarib yuraveradi, keyin bank yoki pensiya bo'limi qabul qilmaydi. Shuning uchun ishonchnoma sanasi, muddati va unda aynan qaysi vakolatlar yozilgani tekshirilishi kerak. Faqat pul olish emas, balki bank hisob varag'i bo'yicha operatsiya qilish, pensiya masalalari bo'yicha murojaat qilish, ariza berish kabi vakolatlar kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul. Agar pensioner yoki uning vakili ma'lumotni vaqtida bermagan bo'lsa va natijada ortiqcha pul to'langan bo'lsa, bu summa keyin ushlab qolinishi yoki qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ba'zan odamlar men pulni ishlatib bo'ldim, endi nima qilaman deydi. Lekin tizim buni qarz sifatida ko'rishi mumkin. Shuning uchun shubhali holat bo'lsa, to'lovni kutib o'tirmay, oldindan aniqlashtirish kerak. Masalan, nogironlik hujjati muddati tugaganini bilsangiz, baribir pul tushyapti deb xursand bo'lmang. Keyin hammasi qayta hisoblanishi mumkin. 7-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Yangi cheklovlar haqida gap chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni tasdiqlang, SMS kodni ayting, plastik karta raqamini yuboring deyishi mumkin. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi, to'liq karta ma'lumotlari va bank ilovasiga kirish parolini bermang. Pensiya organi yoki bank xodimi bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 8-nozik jihat, mahalla orqali kelgan xabarni ham tekshirish kerak. Mahalla xodimi sizga hujjat so'rasa, bu har doim ham yomon narsa emas. Ko'pincha ular ro'yxatni aniqlashtirish, yolg'iz yashovchilarni tekshirish, yordamga muhtojlarni aniqlash uchun ma'lumot yig'adi. Lekin har qanday hujjatni noma'lum odamga beravermang. Kim so'rayotgani, nima uchun so'rayotgani, qaysi tashkilot topshirig'i bilan kelgani aniq bo'lsin. Pasport nusxasi, karta ma'lumotlari va imzo qo'yiladigan blankalarda juda ehtiyot bo'ling. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga oddiy, aniq va amalda bajariladigan qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Yashash manzili to'g'rimi? Telefon raqamingiz yangimi?
Pensiya kartasi o'z nomingizdami? Bank hisobingizda ishlayaptimi? Shularni birma-bir ko'rib chiqing. Agar pensiyaning o'zi buni qila olmasa, farzandlari yordam bersin. Buning uchun bir kun vaqt ajratish keyinchalik bir necha hafta yugurib yurishdan saqlaydi. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Qaysi to'lovni olayotganingizni bilmasangiz, shartlarini ham bilmaysiz. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, mening to'lovim qaysi asosda tayinlangan, qaysi hujjatlar kerak, qaysi holatlarda xabar berishim shart deb so'rang. Uchinchi qadam, o'zgarishlarni yozma tarzda bildiring. Agar manzil o'zgarsa, chet elga uzoq muddatga ketsangiz, ishga kirsangiz, o'qish shakli o'zgarsa, nogironlik guruhi bo'yicha yangi xulosa olsangiz, oilaviy holat o'zgarsa, buni og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanmaslik kerak. Ariza yozing. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Keyin bahs chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Agar pensionerning o'zi bankka yoki pensiya bo'limiga bora olmasa, notarial tartibda ishonchnoma qiling. Unda vakil kim, qaysi muddatga, qaysi ishlarni bajarishga haqli ekanini aniq yozdiring. Faqat qarindoshlikning o'zi yetarli emas. Bu mening o'g'lim yoki bu mening qizim degan gap bank va idora uchun vakolat hujjati o'rnini bosmaydi. 5-qadam, barcha kvitansiya va ma'lumotlarni saqlang. Agar siz hujjat topshirsangiz, ariza bersangiz, tibbiy ko'rikdan o'tsangiz, bankda hisob ochsangiz, albatta nusxa yoki tasdiqni olib qo'ying. Telefoningizda suratga olib saqlang. Farzandingizga yuboring. Hujjat yo'qolsa, hech bo'lmaganda rasmi qoladi. Bu ayniqsa qariyalar, nogironligi borlar va boshqa shaharda yashayotgan pensionerlar uchun juda muhim. 6-qadam, pensiya tushumini har oy tekshiring. Pul tushmadimi, kam tushdimi, odatdagidan ko'p tushdimi, darhol sababini so'rang. Ko'p tushgan pul ham har doim quvonchli emas. Ba'zan texnik yoki hisob-kitob xatosi bo'lishi mumkin. Kam tushsa ehtimol ushlab qolish, qayta hisoblash yoki hujjat muammosi bor. Eng yomon yo'l 3-4 oy kutib keyin borish. Chunki vaqt o'tgan sari masalani aniqlashtirish qiyinlashadi. 7-qadam, rasmiy manbalardan foydalaning. Pensiya masalasida qo'shni bozordagi tanish yoki ijtimoiy tarmoqdagi mish-mish bilan qaror qilmang. Davlat xizmatlari markazi, pensiya organi, mahalla, bankning rasmiy filiali yoki rasmiy telefon raqamlaridan ma'lumot oling. Agar javobma-javob so'rang, yozma-javob og'zaki gapdan kuchliroq himoya qiladi. 8-qadam. Oilada pensiya masalasini ochiq gaplashing. Ko'p muammolar qarindoshlar bir-biri bilan kelishmagan uchun chiqadi. Ota-onaning pensiya kartasi kimda? Pul nimaga sarflanyapti? Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat xarajatlari qanday qilinyapti? Bular aniq bo'lsin. Agar bir farzand qarasa, boshqalar ham xabardor bo'lsin. Shunda keyin pul qayerga ketdi degan janjal kamayadi. 9-qadam, agar pensiya to'xtasa, vahima qilmang, tartib bilan harakat qiling. Avval bankdan pul tushumi bo'yicha ma'lumot oling. Keyin pensiya bo'limiga boring yoki vakil orqali murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha hujjat, kerak bo'lsa tibbiy xulosa, ishonchnoma va ariza olib boring. Arizada pensiya to'lovi nima sababdan to'xtatilganini tushuntirishni va qonuniy asos bo'lsa qayta tiklashni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 10-qadam. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Har bir idora xato qilishi mumkin. Muhimi, siz da'voni hujjat bilan asoslang. Menga shunday tuyuldi emas, balki mana ariza, mana tibbiy xulosa, mana bank ma'lumoti, mana ro'yxat hujjati deb ko'rsating. Zarur bo'lsa, yuridik maslahat oling. Ayniqsa katta miqdorda ortiqcha to'lov qaytarish talab qilinsa yoki pensiya asossiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. Yana bir muhim ogohlantirish, hech kim sizdan muammoni tez hal qilib beraman deb pul so'rasa darhol ehtiyot bo'ling. Pensiya masalalari rasmiy tartibda hal qilinadi. Hujjat topshirish, ariza yozish, ma'lumot olish qonuniy yo'l bilan bo'lishi kerak. Tanishim bor. Pensiyani oshirib beraman, cheklovdan chiqarib beraman, tekshiruvni yopib beraman degan gaplar ko'pincha firibgarlik belgisi bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, yangi tartib va cheklovlarning maqsadi pensionerni jazolash emas, balki pensiya pullarini to'g'ri
qonuniy va haqiqiy egasiga yetkazishdir. Lekin bu jarayonda hujjati eski, manzili noto'g'ri. Bank kartasini boshqa odam ishlatayotgan, chet elga ketganini bildirmagan yoki qo'shimcha to'lov shartlari o'zgargan insonlar muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya turini aniqlang, telefon raqamingiz va manzilingizni yangilang. Ishonchnoma kerak bo'lsa rasmiylashtiring. Har qanday o'zgarishni yozma tarzda bildiring. Shunda pensiya to'lovlari bo'yicha kutilmagan to'xtashlar, qayta hisob-kitoblar va ortiqcha asabiylashishlarning oldini olasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya masalasida shunday holatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududda qanday muammo bo'lyapti? Qaysi hujjat so'ralyapti? Pensiya to'xtadimi yoki qayta tiklandimi? Buni boshqalar ham bilsin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va tanish pensionerlarga yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam o'z haqqini ham, pulini ham, asabini ham himoya qila oladi.